Bugundan taxminan 20 million yil ilgari dengiz okeanida intayin qo'rqinchli maxluq mavjud edi. U bo'lsa-mu dengiz ostidagi eng cho'ng go'shqir hayvon deb nom olgan g'oyat zo'r tishliq lahang. Uning badan uzunligi 20 metr, eg'irligi 100 tonnaga yetadigan bo'lib, bir qitimda necha 10 odamni yutib oladigan tarixdan burungi jonliq. Tosh qatmalarning avrishganlaridan analiz qilinishicha, uning 250 dan ortiq o'tkir harsimon tishi bor bo'lib, har bir tishining uzunligi 20 santimetrdan oshadi. Shunga u ovini osonli parchalab o'tadi. Ba'zi tadqiqotlarga asoslanganda, cho'ng tishliq lahangning tishlash kuchi 30 tonnaga yetadi ekan. Bu tirannozavrning tishlash kuchidan 3 hassa oshadi. Bu navbatda insonlarga ma'lum bo'lgan tishlash kuchi yer shari bo'yicha eng kuchli bo'lgan jonliq. Uning tan shakli g'oyat zo'r bo'lib, har kuni 2 tonnadan ortiq yemeklik iste'mol qiladi. Masalan, kit, delfin qatorli hayvonlarning hammasi uning esil yemekligi. U oziqlik tutishdan burun oldi bilan ovga osti tarafdan asta yiqilishidi. Eng oxirida shiddatli hujum qilib, ovning paloqchisi va quyruq qismini parchalab, ularning suv uzish iqtidorini butunlay yo'q qiladi. Mana shundaq dengiz okeanga zo'mgar bo'lgan bir xil jonliq 2 million 600 ming yil ilgari to'yuqsiz yo'qolib ketgan. Uning ustiga hech qanday toshga aylangan parchalarini qoldirmagan. Bu ish nurg'ulg'an tadqiqotchilarning gumonini qo'zg'adi. 1843-yili biologiya olimlari lahang oilasini analiz qilish orqali cho'ng tishliq lahangning badanining ko'p qismi ko'mirchakdan tuzilganligini bayqadi. Ko'mirchak tosh qatmanlarining saqlanib qolish nisbati intayin tuvan. Mana bu insonlarning cho'ng tishliq lahangning tosh qatmanlarini bayqay olmasligiga sabab. Navbatda biz faqat tishning tosh qatmasi orqali cho'ng tishliq lahangning nasli qurib ketish sababini faraz qila olamiz. Asosiy aql nuqtai nazarga asoslanganda cho'ng tishliq lahang shu chog'dagi odatdan tashqari yulduzlarning portlashidan paydo bo'lgan radiatsiya sababidan yo'qolgan. Chunki olimlar uning tishidan oz uchraydigan kimyoviy tarkiblarni bayqagan. Bu xil tarkiblar yer sharida mavjud emas. Faqat yulduzlarning portlashidan bu xil kimyoviy tarkiblar paydo bo'ladi. Cho'ng tishliq lahang yo'qolib ketishiga ergishib, yer sharidagi boshqa jonliqlarni zo'r darajada azaygan. Turli alomatlardan ko'rib olg'ili bo'ladi-ki, yulduzlarning cho'ng portlashidan shakllangan radiatsiya kuchi balkim cho'ng tishliq lahangning yo'qolib ketishini keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Ammo hozir yana nurg'un kishilar cho'ng tishliq lahangning nasli qurib ketmagan deb qaraydi. Ular navbatda insonlar dengiz okeanining faqat 5% qismini tekshira oladi. Qolgan 95% qismida nima borligini bilmaydi. Shunga cho'ng tishliq lahang insonlar izlanmagan rayonlarda yashashi mumkin deb qaraydi. Lekin navbatda bunday farazlarning yanada yetarli dalil isboti yo'q. Nazariya jihatdan aytganda dengiz okean ekologiya sistemasidagi yemeklik zanjiri qurilmasi cho'ng tishliq lahangdek talon-taroj qiluvchilarning mavjud bo'lib turishiga bardoshlik bera olmaydi. Hatto ko'k kit qatorliq cho'ngroq kitlarmi o'ngishli taraqqiy qilishi mumkin emas. Balkim cho'ng tishliq lahang tarafidan butunlay yo'qotilishi mumkin. Uning ustiga insoniyat madaniyati borliqqa kelgandan tortib, hech qanday cho'ng tishliq lahang paraxotlarga hujum qilib boqmagan. Shunga cho'ng tishliq lahang odamlar paydo bo'lishdan burun nasli qurib ketgan bo'lishi mumkin. Shuni tasavvur qilish tas emas. Agar cho'ng tishliq lahang hozirmi mavjud bo'lgan bo'lsa, bu nihoyat qo'rqinchli ish bo'lgan bo'ladi. Insonlar yer sharidagi eng kuchli hayotlik bo'lish sifati bilan balkim uningga qiziqib qolishi mumkin edi. Cho'ng tishliq lahang bilan bor davrining oxirgi mezgildagi dengiz okean zo'migiri qora ajdarhoning ikkisining qaysi podsho bo'lishi mumkin? Amaliyotda haqiqatan bu ikkisini ayirish to'g'ri kelsa, balkim qora ajdarho cho'ng tishliq lahangning raqibi bo'la olmasligi mumkin. Garchi qora ajdarhoning uzish sur'ati bir qadar tez, aql bo'linmasi cho'ng tishliq lahangdan yuqori bo'lsa-mu, lekin uning tishlash kuchi cho'ng tishliq lahangdan biroz tuvan turdi. Mutlaq kuch oldida qora ajdarho cho'ng tishliq lahangni yengish fursatiga ega bo'la olmasligi mumkin. Biroq ular aslida bir davrdagi jonliqlarga tava emas. Agar qora ajdarhoning nasli qurib ketmagan bo'lsa, cho'ng tishliq lahangning hech qanday taraqqiyot fursati bo'lmagan bo'ladi. Hech bo'lmaganda ularning hammasi o'z davrida bir zamon shalliq o'tgan. Hozir kimning kuchli, kimning ojiz bo'lishi uncha muhim emas.